Endi ekranda 2-3 aynalarni ochib qo'yib ishlashni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mayli, o'sha aynani bu yerdan tutsam uni yuqori olib borsam uning ko'rinishida keladi. Buni tutib o'ng tarafga tortsam uning ko'rinishida kelmagan nollarni sana ochib bering deb chiqaradi. Manga Google Chrome kerak. O'shani ko'rdingizlarmi? Bir tarafda Google Chrome, bir tarafda esa papkaram ochib turibdi. Buni shuni ushatib turib mishkani chap tarafini bosib ushatib turibman. Yuqoriga diklasam kattayib qoladi. Tushirib turib o'ngga narsam bir kichkinayib qoladi. Misol uchun Telegram kerak edi. Bunda hozir videolar ketib turibdi. Endi Telegramni kichaytiraman. Data bosaman. Office postdan papka. Buni ushada tursin bu. Bu kerakmidi menga hozir. Endi shu papkani esa o'sha yerga qo'yaman. Endi hozir PSni bu yana chiqarib berish, tortib berish inchikindi. O'sha chetini kelsam yana qarang, chiziqcha chiqadi. Mishkani chap tarafini bosib turaman-da, buni tortaman. PSni seni. Shu mishkani ko'pincha chap tarafi bilan ishlatib turibman. Mana. Shunday deb ishlasam bo'ladi. Bundan keyin test word deganni shuni ushlab turaman. Ushlab turib, bir marta bosdim üstüne. Endi yana shu mishkani chap tarafini bosib turaman. Tortib kelsam, shuning ko'rinishida oladi Wordni ushlab turib. Endi buni hozir Telegramga turib bersam bu yerda. Telegramga tushib ketadi. Отправить bossam, уже ketdi, bu ketadi. Test Word. Papkalarni tashlab bo'lmaydi lekin. Papkalarni tashlash mumkin emas. Naqadar bosilib ketdi hozir? 4-qism 5. 6-qism ketmay qolibdi. Hozir buni o'chirib beramiz. Videolarga kiramanda 6-qism hozir atmay beryapman. Boshini tashlayman buni. Izohni yozaman. 5-6-qism, 7-qism. 7-qism. Kontrol. Shunday deb fayllarni yana tashlasak bo'ladi Telegramga. Yana bir yo'li, buni o'zini bir marta bosib Ctrl satdim. Endi bu yerga bir bosaman da Ctrl bu. Bu ko'rinishdan Telegramga faylni tashlasak bo'ladi. Hali Telegram bilan bir video ishimiz bo'yicha darsimizda ko'rib chiqamiz Telegramni ishlatishni. Uch tarafga o'chirishni